Assalomu alaykum Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Akalar, Dehqon akamiz uyiga yana keldik. Mana bitta ena bolasi bor ekan. Bolasi novoz. Onasini ko'ringlar, onasi. Buni parodasi qanaqa ekan buni? Bolasini turishini holatdan ko'ringlar, parodasini ko'ringlar aka. Eston degan variantlarda, Eston degan variantlari molimiz bir marta tish bosgan aka. Bir tish bosgan, xudo xolasa egasini aytishi bo'yicha 1 oy oldin novvosga qo'yib qo'yilgan ekan. Gumon ekan, bo'g'oz emas ekan, qisir emas ekan. Yeb ichishi sog'liqlilari hamma yo'ga garantiyasi bor ekan. Manzilimiz Andijon viloyati Bo'stumani, Yangi Bo'ston rayonidan bo'ladi. Molimizni bo'ylari aka 1.35 kiloga chiqadi, xudo xolasa. 1.35 kiloga chiqqan. Molimizni turishini ko'ringlar, mana bolasi novvoslardan. Bolasini ham bo'ylari 1 metr atrofida aka. 1 kilosi xudo xolasa. Aka telefon nomerlaringizni ayting. 94lik kodi bilan 002 7167 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Eng qiziq joyi puli. Nech pul deymiz aka buni pulini? Pulini ayting. Siz obunachilaringizga xudo xolasa 42 million so'm kami bor. Zastavkalari ikida. 42 bag'igali bo'yicha yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab besplatni aka yo'lkasi 42 million so'm ozgan kam bor. 42 millionning ichida yo'lkalar, dastavkalari ham hamma yog'i bor. Arg'amchilarigacha bor ekan. 42 million so'm ozgina kam bor ekan. Jigarlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Turishini ko'ringlar. Arg'amchi nuqtasi hamma yo'q ichida deyapti. Molimizni ko'ringlar, holatlar 42 million so'm. Kimga videolarimiz qiziq bo'lsa, bittadan obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar, bo'lmasam tez telefon qilaverasizlar. Jigarlar turishini ko'ringlar.